Assalomu alaykum aka-ukalar, homiylar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Mana kampga keldik, mana qo'qonlar ko'ramiz, bir-biridan chiroyli qo'qonlar. Xudo xolisi mashinasi yoqyapti menga. Mana. Ko'z tegmasin, chiroyli. Mashina savdo qilmoqchimiz, baraka qilmoqchimiz. Yoqib turibdi, ozgina kelishamiz deydi, haykalak. Bizani bitta shior borda, ana shunday fikr bildiringki, men yo'q deya olmay qoldim. Qiziquvchamiz. Mayli, qushlar o'zida qoladi, oldi-berdini qilaveramiz. Haykalak. Shunda olib ketganishni o'yingizda kamtar odamlar. Qo'yingchi, aka. Ham shundan chiroyli bo'pti, aytmadiki. Sizlarga yo'qotib. Chiroyli. Yana mana juvona qush ekan. 6 oylik bor. Oldiga yuryapti. Ko'rchi Murod? 6 oylik qush bor. Maşallah. Ko'z olaytirmalari. Ayari ustozlar. Ko'z olaytirmalari. Fanat ko'pagan qushi mana. Sportlar. Abrez degani mana shu emas. Abrez degani shumi aka? Ha, endi sizlar ancha o'zingiz ham bilasiz, nimasiz. 6 oylik juvona. Maşallah. Ekstra nimalari. Hammasi joyida kelyapti. Inshaalloh mana Ko'z tegmasin. Chiqarsa-gina ko'payishyapti. Sizga mana bunaqalar ham bo'ladimi mana shunaqa? Ko'z tegmasin, ko'paysin. Xudo xolisi inshaalloh buni ham baraka qilamiz. Nima qilamiz? Modasi ham bor ekan, modasi. Modasini ham qo'shib olib ketamiz bersalar. Qumda yotibdi modasi. Ko'paysin.